Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib chiqqan joyimiz ko'rib turganlaringizni Dekkan bozor yanında bo'ladi. Zudlik bilan ikki xonali joyimiz barcha jihozlari bilan Euro remont holatida sotiladi. Bahosini ham oldindan aytib o'taman, 335 million faqat naqd pul asosida joyimiz bugun o'zida, hozir o'zida sotilishi kerak, chiqib ketishlari kerak egalari bugun o'zida. Shuning uchun zudlik bilan sotiladi hurmatli yurtdoshlar. Barcha jihozlar bilan ulgurib qolamiz. Toza domda bo'ladi. 3-qavatda kirpishni dom, Euro remont zudlik bilan faqat yashidan odamga sotaman deb turibdilar. Esa joyimizning ichki qismi bilan dan chiqamiz. Yetishsa hurmatli yurtdoshlar. 3-qavatımıza yetib keldik. Ko'rib turganlaringizning ilklarimiz ishlatib turibdi 24 soat. Shu xonadonimiz bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb xonadonimizga giramiz. Girgan yerimiz ko'rib turganlaringizning oyoq tellari laminat pol, gilamlar tashalgan hurmatli yurtdoshlar. Girish yerimizda rakovinalari bor, kafelarni yaxshi sifatli qimmat xili urilgan, polnisi yaxshi sifatli aboylardan aboy qilingan joyning girish yerimiz kichkina emas, keng tushgan. Yine bellar ham chiroyli etib bezatilgan hurmatli yurtdoshlar. Zudlik bilan sotiladi joyimiz tez. Dim tezlik bilan. Berimiz sanuzilimiz bo'ladi. Sanuzilimiz ham oyoq tellarimiz kafel, rakovinalari bor ko'rib turamizdek, vannalari yine ajoyib bundan ko'p qo'yibdilar. Berimizda Real firmasining aristonlari, kir mashinalari hamma narsasi qoladi. Kir mashinalari ham qoladi hurmatli yurtdoshlar. Berimiz. Bu yerimiz spanimiz bo'ladi. Spanimizni ko'rib turganlaringiz remontuna umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib etib remont etib qo'yibdilar. Joyimiz zo'r, mebellar polnisli qoladi hurmatli yurtdoshlar. Bu yerdan hech narsa olmaydilar. Zudlik bilan pul zarurligi uchun dim tez sotyaptilar. Iloji bo'lsa 5 minut ichida sotib beraman deb turibdilar. Bugun o'zida pulni olib chiqib ketishlari kerak ekan. Shunga zudlik bilan sotilyapti hurmatli yurtdoshlar. Tez. Yine arzon narxda hamma narsasi barcha jihozlari bilan hamma narsasi qoladi. Hech narsa olmaydilar. Hurmatli yurtdoshlar, ulgurib qolamiz. Arzon narxda sizlar uchun faqat yashidan odamga beraman deb turibdilar. Yine dim zo'r narxda. Bu yanimiz zalimiz bo'ladi. Zalimiz ham yine ko'rib turganlaringizning ajoyib etib remontdan chiqib turibdi. Oyoq tellarimiz laminat pol, gilamlar tashalgan, issiqqina bo'lib turibdi joyimiz. Lyustralari asilgan, konditsionerlari bor, toza paket konditsioner ekan. Yine Avalonki hurmatli yurtdoshlar. Yine Avalon konditsioner, paket toza, aynalarimiz akfa, registrlari bor, joyimiz issiqqina bo'lib turibdi. Yine ajoyib remontdan umuman gap bo'lishi mumkin emas. Shu yerdan o ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma narsa qoladi. Hech narsa olmaydilar. Zudlik bilan bugunning o'zida sotib ketjak ekanlar. Hurmatli yurtdoshlar, bunday imkoniyat kamdan kam bo'ladi. Wi-Fi nodum hamma narsasi bor joyimizning. Hech qanday aybi yo'q. To'g'ri notariusda sonisizlar, naqd pul asosida sotiladi. Ulgurib qolamiz hurmatli yurtdoshlar. Faqat oluvchi oladi. Faqat yashidan insona beraman deb turibdilar. Yine berimiz, girgerimiz ko'rib turganlaringizda ajoyib bo'lgan. Bu yanimiz hurmatli yurtdoshlar, kuxnimiz bo'lamiz. Kuxnimiz ham ko'rib turganlaringizda ajoyib etib gilamlar tashalgan, stollar, aboydan chiqqan polnisli xolodilniklarimiz Artel firmasiniki yaxshi sifatli 2 etaj xolodilnik bo'ladi. Yine ko'rib turganlaringizda yangi turibdi. Kuxning bilan alohida tema, alohida baho berasizlar. Ajoyib, bundan yaxshi sifatlisidan gaz plitamiz, vitishkalarimiz bular hamma narsa. Bu yerda balkon ham bor, o'zini akvayna balkoni. 7 etajli toza domimizning 3-etajida dimzo'r remontdan chiqqan tayyor holatda. Joyimizning narxi hurmatli yurtdoshlar zudlik bilan 335 million so'm bo'lsa beriladi. Srochniya kim birinchi bo'lib telefon aytib pul aytgan odamga shunga sotiladi joy. Ulgurib qolamiz, tezlashamiz hurmatli yurtdoshlar. Esa ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar hurmatli yurtdoshlar. Shunday joy so'rab bilgan donishmishlar tashakkurlar, tezlashinglar. Shuncha aytaman men sizlarga, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib turinglar, tez boradi. Shunday yaxshi arzon joylarni chiqarib turibmiz oyda 1-2. Sog' bo'linglar hurmatli yurtdoshlar. Narxi 335 million zudlik bilan naqd pul sotiladi. Joyimiz tez sotilishi kerak.